Do'stlar, challenge davom ettiramiz. Hozir iPhone 13 olishga ketyapman. Ish vaqti adashib, garaj tangiga kirib qo'ygandim. 50 ming o'nga bitta kares. iCloudga tushgan telefonni qo'yib qoldi. iCloudga tushganligini o'qiganimcha, o'zi 3 ta 4 ta odam yozib tashlagani uchun keyin men 70 ming offer qildim. 70 mingga hozir eshigini oldiga qo'yib qo'ygan. O'shani olib ketishim kerak. Ish vaqtida bo'lganim uchun fiziki vaqtim yo'q edi. Ya'ni ish vaqtidan tashqariga chiqa olmasdim. Do'stlar, olishga ketyapman. Do'stlar, mana shu uyda ekan, qarchi. Eshigini oldiga boksga qo'yib qo'ygan. Chunki yarim kechasi kelaman degandim. Mana. Bu rasmdagi daqa. Mana shuni ichida hozir telefon bo'lishi kerak. Qani ochib ko'ramiz. Telefon bo'lishi kerak ichida. Telefon bor ekan, yonyapti. Nima deb o'ylaysiz, iCloudga tushgan iPhone 13 512 GB likni qanchaga sota olamiz? Kommentariyada yozib qo'yinglar.